kimnidir oldida to'g'rilashga harakat qilmanglar yigitlar. Keyin alohida kecha onamni oldida indolmadim, mana shu ishing noto'g'ri deb turib, alohida o'ziga ayting. Onangizni oldida, otangizni oldida to'g'rilashga harakat qilsangiz, ayolingizni izzat qilgan bo'lasiz. Hurmatini toptagan bo'lasiz. Xuddiki ikki qo'l bir-birini poklagani kabi, er va xotin ham bir-birini aybi nuqsonlardan to'g'rilash kerak. Qo'limizni bittasi jarohatlansa, bu jarohatning og'rig'i, alami ikkinchi qo'lda ham seziladi. Jarohat bitta qo'lda, og'rig'i ikkita qo'lda. Jarohat olgan qo'lni o'zi og'rimaydi, balki ikkalasi ham og'riydi. Er va xotini ham xuddi shunday. Bittasining tashvishi ikkisini tashvishi bo'lish kerak. Erning tashvishi ayolni ham tashvishi bo'lish kerak. Birining quvonchi ikkinchisini ham quvonchi bo'lish kerak. Tashvishni ham, quvonchni ham birgalikda qabul qilish kerak. Shunda hayotda bo'ladi. O'zing pishirgan osh o'zing yegin deb turib, sherigini qiyin vaziyatga tashlab ketish kerak emas.